Assalomu alaykum milliy katol kuzatuvchilari. Bugun xudo xolasa 27-avgust navbatdagi ikkita yopiq sistemaga moslangan katollarimizni xudo xolasa Oltiariqqa olib ketyapmiz. 200 kvadratli, 300 kvadratli. Bunisi metr miyasi bor. Aqllik xudo xolasa. O'tayam. Ikkinchi atrofdamiz. Bu katollarimiz ham xudo xolasa Andijonga tayinlanyapti. Birinchisi kelib bularni olib ketadi. Mana ikkinchisi ko'prik qilinyapti. Olib ketgan yo'q, ikkinchi atrofga ham xudo xolasa bunisi ham tayyor ekan. 200 kvadratli katolimiz qayerga ekan Davronbek? Dormozorga, Beli doroga tagida. Oq yo'l yaxshi joyda, charchamanglar. Xudo xolasa 300 kvadratlik zakrit sistemaga moslangan to'rli list yasalgan katolimiz ishqazli xonadonga yetib keldi xudo xolasa. Santexnika bo'ladigan magazinimiz Oltiariqda xudo xolasa sentrda joylashgan 200 kvadratlik xudo xolasa o'tib qilingan katolimiz. Shularni narxi bilan bir xil do'konda. Yashang aka, zakrit sistema xudo xolasa. Shu magazinimizga olib keldik. Katolga har doim qo'yib qo'ydik.